Assalomu alaykum barchaga. Davomat nazorati dasturi foydalanuvchilari. Bugun biz sizlar bilan dasturga Excel formatida ro'yxat yuklashni o'rganamiz. Brauzerga kirib, qidiruv bo'limiga Davomat nazorati sayti nomini kiritamiz. Shundan so'ng tizimga kirish uchun belgilangan hududlarga login va parollarimizni kiritamiz. Saytga kirganimizdan so'ng ERP bandiga kirib, ro'yxat bo'limini tanlaymiz hamda import tugmasini bosamiz. Import tugmasiga bosgandan so'ng bizga yangi oyna ochiladi va undan namuna faylni tanlash tugmasini bosamiz. Bizga taqdim etilgan Excel variantidagi namuna faylni ochamiz. Mana marhamat qoidalari bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Namuna uchun berilgan Excel variant qoidalari bilan tanishib chiqqanimizdan so'ng, mana ortiqcha ma'lumotlarni o'chirib olib, uning ustida ishlashimiz mumkin. Birinchi ustunimizda demak tartib raqami, keyingi ustunimizda o'quvchining ism familiyasi, undan keyingisida sinfi, telefon raqami hamda jinsi ko'rsatiladi. Biz istasak, bu Excel namunamizni ustida birma-bir ma'lumotlarni kiritishimiz ham mumkin va yoki o'zimizda tayyor ERP bazasida turgan faylimiz ichidagi ma'lumotlarni nusxa olgan holda bunga ko'chirib o'tkazishimiz ham mumkin bo'ladi. Ma'lumotlarni kiritishni yakunlaganimizdan so'ng saqlash qilib fayldan chiqib ketamiz hamda faylimiz qaysi papkada joylashganini ko'rib olamiz. Mana xuddi shu holatda va faylni tortib mana shu yerga tushiramiz. Lavozimlardan kerakli bandlarni foydalanib, eski foydalanuvchilarni o'chirishni yoqib, importni bosamiz. Import muvaffaqiyatli yakunlash, OK tugmasini bosib chiqib ketamiz. Demak, importimiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Mana 3 tadan, demak 3 ta muvaffaqiyatli yakunlandi. Demak, tizimimizda ham ko'rishimiz mumkin. Mana 3 ta o'quvchi haqida ma'lumotlar joylashtirilgan edi. Barchasi tizimimizda namoyon bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Videomiz siz uchun foydali bo'ldi degan umiddamiz.